Assalomu alaykum. Savdogarlar qalaysizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hop, oldingi mavzu sizlarga ancha foydali bo'lgan desizlarda bo'lsa, ya'ni biz уровеньlarni o'tgandik va o'sha darajalarni men sizlarga har xil turini tushuntirib bergandim. Sekretni turi borligini, o'sha округленный sonlari borligini, o'shalarni hammasini tushuntirib bergandim. Va mana tushunishim bo'yicha u narsalardan sizlar foydalanib, xudoga shukr, yaxshigina o'zingizlarga bilim, o'zingizlarga tajriba sekin-sekin orttiryapsizlar. Da, bu narsani misol o'rganib olib, sirazi ishlatishni boshlab, sirazi pul topishni boshlamaysiz. Sekin-sekin albatta hammasi foydali ma'lumot bo'ladi. Bugun sizlar bilan o'sha mavzumizni to'ldirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bugun sizlar bilan trend liniya haqida gaplashishimiz kerak. Men juda ko'p treyderlarni taniyman, aynan shu trend liniya orqali savdo qilishini va 4-5 yil oldin trend liniya O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, balki SNG davlatlari bo'yicha juda keng tarqalgan instrument hisoblanadi. Ya'ni trend liniya bilan savdo qilish treyderlar uchun juda keng tarqalgan instrument edi va undan juda ko'pchilik savdo qilardi. Albatta bu narsa biz ham sinab ko'rganmiz bu narsani. Biz bu narsani albatta o'zimiz ham ishlatib ko'rganmiz. Hammasi chotki trend liniya bilan savdo qilish prям idealniy, shikarniy instrument hisoblanadi bizga savdo qilishimiz uchun va eng asosiysi novichok savdogarlar boshlang'ich to'ba ozgincha pulini topish uchun, o'ziga yetarli darajada pulini topish uchun zo'r mavzu hisoblanadi trend liniya. Bunga agar sizlar уровеньni qo'shib ishlashni o'rgansanglar, voy shunaqangi prям shokolad narsa paydo bo'ladi, как клубника в шоколаде bo'ladi. O'shaning uchun ham bu mavzu haqiqatan seriozli mavzu. E'tiborimizni hech qachon bu mavzudan uzoqlashtirmaymiz. Da sizlarga ko'pchilik bu mavzuni o'tgandir. Sizlar internetda yoki qanaqadir YouTube'da, qanaqadir videolarda balkim ko'rgandirsizlar, balkim bu kimda o'qigandirsizlar trend liniya bo'yicha. Men лично o'zim bu narsadan 5 yil davomida foydalanyapman. Prosta bilib turib, o'sha 5 yil davomida kuzatib, ko'rib, olgan tajribamni, savdolarimda ishlatayotgan tajribalarimda sizlar bilan bo'lishaman. Shu sababdan bu mavzuimizni sizlar ko'rgan mavzudan aynan fikrlash doirasida ajralishi mumkin. Da, chizish bo'yicha, ishlatish bo'yicha ajralishi mumkin, ozgina kamroq, lekin fikrlashda, undan qanaqa qilib tasdiq olib savdo qilishda, qaysi trend liniyadan uzoqlashishimiz kerak, qanaqa trend liniya bilan savdo qilishimiz kerak, o'sha vaziyatlarda albatta bu juda chiroyli va juda aqlli bo'lgan video darslik bo'ladi sizlarga, xudo xolasa. Xuddi shunaqa bu ham уровеньga o'xshab bo'lingan dars. Nimaga desanglar, chunki уровень trend liniya deganda hamma bitta narsani tushunadi. Albatta bu ham xuddi shu narsa, ya'ni уровень trend liniya bu bitta mavzu. Ammo bu narsani ikkita qilib o'tganimiz sababi sizlarga dars berishimizda sifatli bo'lishi, yana davom etishi uchun, ya'ni sifatni buzib qo'ymaslik uchun biz vaqtdan kechdik qaysi bir ma'noda. Shu sababdan biz aynan trend liniyani va уровень mavzusini ikkiga bo'lib, o'sha 1 soat, 1,5 soatlik darsni ikkiga bo'lib sizlarga o'tib beraman va bunda ancha katta sifat bo'ladi. Menga prosta gap so'zlarimga ishonaveringlar bo'ldi. Demak, men unaqa ko'p sizlarni cho'zmayman, vaqtinglarni olmayman, ketdik. Trend liniya, trend chizig'i. Bu narsani ko'pchilik trend chizig'i deb ataydi. Treyderlarda shunaqa termin bor, bu narsani balki eshitgandirsizlar. Trend is your friend degan gap bor. Ya'ni trend har doim sizni do'stingiz, ya'ni trend sizni do'stingiz hisoblanadi degan gap bor. Bu haqiqatan to'g'ri gap. No, bir xil vaziyatlarda buni ozgina sakrab o'tish kerak. Vaziyatlarni sizlar bilan keyinchalik hali o'rganamiz. Asosiysi sizlar fokusinglarni mana shu liniyaga qaratsanglar, trend liniya bilan biz nima uchun ishlaymiz? Har doim trend liniyani o'zi zo'r ishlashining sababi u asosan trend bilan birga ishlaydi. Shu sababdan ham trend liniya deb nomlanadi bu narsa. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bozor qanaqa hay bo'lishidan qat'iy nazar, bozor trend liniya bilan birga harakatlanadi. Xo'p, trend liniyani chizish uchun men eng sodda va eng aqlli yo'lini tushuntirganman bu yerda. Trend liniyani chizish uchun sizga agar narximiz bay bo'lsa, ya'ni harakat bay bo'lsa, misol mana ko'tarilyapti, tushdi, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi. Mana harakat bayda, ko'rib turibsiz bu narsani. Mana bunaqa maksimumdan yengillab ketyapti va qachondir narx korreksiya qilgandan keyin yana dalishi mana shu trend liniyaga qarab kelishi kerak. Agar narximiz bay bo'lsa, mana biz bilayapmiz bu yerda narx bayligini, ya'ni harakat bayda ikkita minimumni birlashtiramiz. Xohlagan ikkita minimumni birlashtirasiz. Misol men bu yerda minimum bilan bu minimumni birlashtirdim va bu yerda mana chizig'i paydo bo'ldi. Va o'sha chiziqqa kelishini kutaman. Ya'ni chiziq tortdim va mana bu bizga imенно men uchun savdo qilish zonasi hisoblanadi. Ya'ni narx qachondir shu yerga qaytib kelganda, men mana shundan bitim ochishga harakat qilaman. Tushunarli? Ya'ni narx kelyapti, shu yerda o'ynayapti, mana shundan qanaqadir bayga qiziqishi mumkin bo'ladi. Va katta ehtimol bilan bozor mana shundan reaksiya ham olib beradi. Yaxshigina reaksiya olib beradi. Nimaga? Chunki bizani bitimimiz to'g'ri bo'lishi uchun qaranglar, men sizlarga hozir bitta narsani tushuntirib beraman. Bitim to'g'ri bo'lishi uchun o'zi
bir nechta faktlar bor, Nima? Ya'ni o'sha bitim take profit olish uchun har doim emas, ya'ni 100 talik informatsiya bozorda yo'q bilasizlar. No 80-90% fakt bu nima? Birinchisi bu struktura, ya'ni bizning tilda trend to'g'ri topilgani. Trend to'g'ri aniqlangani. Mana. Ikkinchisi zonamiz tak, ikkinchisiga men zonani uchinchisiga tushiraman. Ikkinchisi bu bitim trend bilan birga ochilgani. Xo'p. Keyingisi, bu uchinchisi, bu o'sha ya'ni zonamiz to'g'ri topilgani, to'g'riligi va ishlatilmagani. Va to'rtinchisi risklarga amal qilish. U endi bu asosiy fakt bo'ladi, risklarga amal qilingani. Xo'p, bu yerga yana bir ikkita terminlar qo'shsak bo'ladi. Misol, 5-inchisi mana mayli, oxirgisi tasdiq olib savdo qilingani. Mana. Va bu mana shu 5 talik, kuchli 5 talik hisoblanadi. Endi birinchisi trend to'g'ri aniqlangani. Trend liniya uslubi bo'yicha mana misol siz trend misol уровеньni ishlatib yoki Fibonacci'ni ishlatib xato qilishingiz mumkin trend liniya bo'yicha. Trend bo'yicha. Nimaga? Mana trend to'g'ri aniqlangan degan savoliga уровень va Fibonacci men oldin sizlarga o'tib bergan mavzularim yoki pattern qanaqadir o'sha patternlar noto'g'ri kelib qolishi mumkin. Nimaga? Chunki ularda misol уровеньni siz trendga qarshi ham torta olasiz. Fibonacci'ni ham xuddi shunaqa trendga qarshi ham tortishingiz mumkin. Lekin trend chizig'ini siz hech qachon trendga qarshi chiza olmaysiz. Shu sababdan ham trend liniya bu har doim trend bilan birga harakatlanishi instrumenti hisoblanadi va bu narsani chizgan odam kamdan kam zarar qiladi. Zarar bo'ladi albatta, no redki bo'ladi bu narsa. Shu sababdan trend liniyani to'g'ri chizishni o'rganishimiz kerak. Xo'p, birinchisi, tushundinglar? Ikkinchisi bitim trend bilan birga ochilgani. Bu mavzuda trend bilan birga ochilgani haqida 100 talik informatsiya bor. Nimaga? Chunki sizlar minimumlarni birlashtiryapsizlar va men sizlarga qaranglar, harakat bayda bo'lsa minimumlarni birlashtiringlar umuman. Maksimumlarga yetishsanglar trendga qarshi bo'lishi mumkin. Lekin sizlarga minimumlarni birlashtiringlar umuman. Shu sababdan bu bizga haqiqatdan ham trend bilan birga ochilganini ko'rsatib beradi. Keyingisi zonamiz to'g'ri va ishlatilmagani. Bu o'sha trend liniya haqida. Men hozir keyingi slaydlarda men bitta narsani tushuntirib beraman sizlarga. Ya'ni trend chizig'ini kuchliligini, trend chizig'ini kuchsizligini, sinishini, trend chizig'i haqiqatdan qaytarishini haqida ham ma'lumot berib o'taman. Risklarga amal qilingani bilasizlar, buni juda yaxshi o'zinglar va tasdiq olib savdo qilingani, u ham xuddi shu narsa. Buni ham sekin sizlarga hozir tushuntiraman. Xo'p, buni tushundinglar degan umiddaman. Keyingisiga o'tamiz. Bu sell varianti, ya'ni agar narximiz sell bo'lsa, mana narximiz pastga qarab ketyapti. Mana общий harakat pastda baribir, ozgina korreksiya sell, ozgina korreksiya yana pastga qarab ketyapti. Va shu sababdan agar narx harakati sell bo'lsa, biz ikkita maksimumga, любой ikkita, misol mana bilan menga tortsam ham bo'ladi, farqi yo'q bu narsa. Men endi bularni oldim, bu ikkita maksimumga trend chizig'ini tortamiz va keyinchalik trend chizig'i yana xuddi shunaqa narx kelganda, narx trend chizig'iga kelganda, biz shu yerdan sellga savdo qilib ko'rishga qiziqsak bo'ladi. Как будто sizlarda mana bunaqa harakat paydo bo'laveradi. Mana tushdi, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi, tushdi. Sizlar mana bu yerdan trend chizig'ini ikkitasidan birlashtirsanglar, qolgan 3 marta savdo qilishga sizlarda shansinglar bo'ladi. Shu sababdan trend liniya, trend chizig'i eng effektivniy instrumentlardan biri hisoblanadi va bu narsadan foydalanayotganda aqlli foydalansanglar, albatta yaxshi natija qilsanglar bo'ladi. Bu trend chizig'ining vizual ko'rinishi, bozorda bunaqa chiroy bilan topa olmaysiz. Agar bozorda bu narsa chiroyli bo'lganda edi, hamma trader trend liniyani ishlatib pul topgan bo'lardi. Bozorga unaqalar kerak emas. Bozorga ko'pchilik zarar qilishni xohlaydi. Bozor o'z logikasi shunaqa, ya'ni ko'pchilikni zarar qilish xohlaydi. Nimaga? Chunki faqatgina aqllilar, faqatgina sabrlilar, faqatgina o'zini boshqara olganlar bu sohada pul topadi. O'ziga yarasha qiyinchilik bor. Bo'lmasa har ikkinchi odam trader bo'lib ketadi, har ikkinchi odam pul topishni boshlaydi. Bozorda, butun hayotimizda, butun dunyoda inflyatsiya degan tushuncha paydo bo'ladi va qaysidir ma'noda g'alati mirovoy o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham trade qilish qiyin, savdo qilish qiyin. Nafaqat savdo, balkim любой ish. Hech qaysi ish oson emas. Bilasizlar o'zingizlar juda yaxshi. Misol o'zingizlar ham o'qishda o'qiyotganlar ham 4-5 yil o'qib turib, keyin sekin ishga joylashasizlar, 3-4 million oyligiga. Bu to'g'risida fakt bu narsa. Bizning sohada men hali eshitmaganman. 4 yildan beri yuraman, natijasi yuraman degan bolani. Uzoq 1 yil, uzoq 2 yil. Zato
o'ziga yarasha hech kimga zor bo'lmasdan, hech kimga xor bo'lmasdan, qaysidir ma'noda kimgadir bo'ysunmasdan faqat o'zi xo'jayin bo'lib, daromadini qiladi. Endi o'sha daromadni qatga yo'naltirish o'zini muammosi, o'zini kelajagiga ta'sir qiladi bu narsa va hammasi o'zini problemasi. Xo'p, buni tushundinglar degan umiddaman. Ozgina keyingi narsaga o'tamiz. Ya'ni biza tushundik buni trend liniyani qanaqa topishni. Endi kelinglar biz sizlar bilan trend liniyani topish emasda, biz uni qanaqa ishlatishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa savdo qilamiz undan. Xo'p, undan savdo qilishni ikki xil ko'rinishi bu buy va sell ko'rinishida. Men u yerda asosan bitta narsani ishlataman. Nima? Savdo qilishda sizlar shu mana qaranglar. Trend liniyaga 3-marta kelyapti, 3-marta tegdi. Toch, ya'ni uchiga tegish majburiy emas. Chunki trend liniya bu как zonaga o'xshagan narsa, trend chizig'iga bozor har doim uchiga tegavermaydi. Misol soya tashib ketishi mumkin, teparog'ida ketib olishi mumkin, pastrog'ida ketib olishi mumkin. Это sizlarga problema, ya'ni chiroyli narsani topa olmaysizlar. Ya'ni bozor chiroyli mana yerga kelishini, chiroyli rovna mana shu chizig'iga tegib, rovna razворот olishini hech qachon ko'ra olmaysizlar. Bir xil payt pastroqqa buzib o'tadi, bir xil payt teparog'dan qaytib ketadi. Asosiy fakt hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Примерно trend liniyani zonasi mana bunaqa zona bo'ladi-da. Mana bunaqa zona bo'ladi, tushunarli? Ya'ni biz hozir sizlar bilan trend chizig'i chizganimiz yo'q-da, biz sizlar bilan mana bunaqa to'rtburchak chizamiz, грубо говоря, atak chiziq bilan buni belgilab qo'yganmiz. Sizlar ko'zingizda har doim mana shu to'rtburchakni olinglar. Men juda ko'p xatolar qilganman. Nimaga? Chizig'imga kelishini kutganman va katta ehtimol bilan g'alati gap chiqdi nimamdan. Katta ehtimol bilan bozor ozgina yetmasdan razворот olib ketaverardi yoki pastroq urib keyin razворот olib ketaverardi. Keyin zarar qilardim yoki foydamga ulgurmasdim. Keyin oxiri miyada qanaqadir g'alati tushunchalar paydo bo'ladi, g'alati fikrlar paydo bo'ladi. Aynan trend liniya chizig'i bo'yicha. Keyinchalik umuman trend liniya deganda biz nafaqat liniya, balkim bu daraja, ya'ni darajani biz har doim to'rtburchak deb olamiz. Определённый to'rtburchak deb olsak, bizga bu narsa foydaliroq bo'ladi. Ya'ni примерно mana bunaqa darajada bo'lsak, bu bizga ancha foydaliroq instrument bo'ladi. Mana shu narsa ham esingizdan chiqmasin. Xo'p, trend chizig'ini tushundinglar. Buni tasdiq qanaqa qilinadi? Qaranglar. Chizig'imizga, zonamizga mana bunaqa примерно kelganda, mana kiryapti, kirgandan keyin bizaga aynan mana shu yoki ichki time frame ga o'tib, как boshqa mavzularga o'xshab ichki time frame ga o'tib, mold yoki engulfing topib savdo qilamiz. Misol buy bo'lsa buy mold, buy engulfing, sell bo'lsa sell mold, sell engulfing. Bitta narsa, trend liniyaga kuchli mariboza shamchalar bilan kelishdan ehtiyot bo'lamiz. Nimaga? Chunki katta ehtimol bilan trend liniyani buzib o'tishi mumkin. Shu narsa ham hech qachon sizlardan chiqmasin. Va sell varianti bu, ya'ni keyinchalik trend chizig'iga kelyapti. Trend chizig'iga kelgandan keyin shu yerdan biz mana shu atroflardan biz bemalol mana bu tasdiqlardan foydalanib sellga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Tushuntira oldimmi sizlarga? Xo'p, bu savdo qilish edi, tepada mana trend chizig'ini chizish edi. Endi kelinglar biz sizlar bilan buni haqiqiy grafikda ko'rib chiqsak. Men time frame'ini ozgina kichkina qilib olaman va ozgina ichki time frame'ni biz sizlar bilan hozir trend chizig'ini bittalab ko'rib chiqishni boshlasak bo'ladi. Demak, misol primer keltiraman sizlarga misol. Qaranglar. Bu vaziyatda bizda qanaqa harakat ko'rishinglar mumkin? Misol, mana ko'zimizda ko'ryapti nimani? Mana low, mana minimum va keyingi minimum mana bu. Demak, biz trend chizig'ini olamiz. Mana shu lowdan uchidan bo'lish majburiy emas. Primerni tortasizlar. Mana shu lowdan manbaga dalish tortiladi. Mana shu soyasiga ham bo'lish shart emas bu narsa. Primerni tortasizlar o'zingizlar uchun va mana shu chiziq orqali savdo qilsanglar bo'ladi. Mana tortdim dalishga e'tibor beramiz. Xo'p, tortganimdan keyin bitta narsaga qaraymiz. Buni biz zona deb olamiz. Shu sababdan biz bu chiziqdan emasda, iloji boricha mana chap tarafda instrumentlarga kirasizlar. Instrumentlarga kirganingizdan keyin mana markerga o'tasizlar-da. Mana markerda вращающий прямоугольник bor. Shuni yoqib qo'yinglar o'zingizlar uchun. Va mana shu вращающий прямоугольникni ishlatganingiz yaxshi. Mana buni qilib ishlatasizlar bu narsani, qaranglar. Hozir sizlarga o'rgataman buni. Xo'p, olamiz. Mana bu yerdan dalcha tortamiz, mana bu yergacha tortamiz va buni mana qilib, примерно o'zingizlar uchun mana qilib zona deb olasizlar. Ko'rdinglar? Xo'p, endi bitta ikkita tortilib 3-safar kelganda savdo qilib ko'ramiz. Mana bozor tepaga ko'tarilib ketdi, dalish tepaga qarab, dalish tepaga qarab ko'tarilib ketdi, pastga qarab o'ynayapti va bundoq kelib mana zonamizning atrofida o'ynayapti. Qaranglar. Biz mana shu atrofdan tasdiq qidirishimiz kerak. Xo'p, agar biz shu yerda aynan mana shu 1 soatlik time frame ni qarasak, o'zi shundoq ham katta time frame hisoblanadi bu narsa. Shu yerdagi tasdiqga qarasak, bu yerda mana bitta moldimiz bor va mana bu idealniy mold, juda chiroyli kassatsiya qilyapti. Mana bu buy mold. Keyingi shamchadan biz savdo qilsak bo'ladi. Stop lossni esa zonani tagiga qo'yamiz mana bunaqa qilib. Xo'p, tag esa bundan 1-2 olib chiqib ketsanglar, uje xursand bo'laveringlar. Bu haqiqatan yaxshi narsa bo'ladi 1-2 satnashga. Uje qolgan taginglar o'zingizlarning xohishingizga qarab. Misol bu vaziyatda o'zida 1/5 satnashini yurib beribdi. Ya'ni 5 barobarlik foydada yopilgan bu ideyamiz. Keyinchalik qaytib kelgandan keyin yana qanaqadir tasdiq olib savdo qilish kerak. Biz hozir nima qilamiz sizlar bilan? Biz mana shu zonaga kirgan payt ichki time frame o'tamiz. Men M15
yoki 1 soatlik M15 yoki 5 minutlik time frame ga o'taman. Hop, M15 da hech nima ko'rmadim. 1 soatlik o'taman. Uzr, 5 minutlik o'taman. Voy, bilaman, bu taraf ko'rsatmas ekan. Mayli. Hop, bu yerda nima qilishinglar kerak edi, qaranglar. Bu yerda mana ichki time frame da o'zida, mana bu yerda siz bayga tasdiq topsanglar bo'lardi. Kichkina time frame da bu yerda tasdiq bor. Va o'sha tasdiq bilan sizlar savdo qilganinglarda, misol zonani tagiga qo'ymaysizlar, yo tasdiq bilan bo'lgan ekan. Ozgina bu yerga qo'yasizlar yoki mana bu yerga qo'ygan taqdiringizda ham 2 soatnashanga bor. Даже undan ham yuqoriroq. Keyingi safar yana bozor kiryapti. Keyingi safar kirgandan keyin yana shu yerdan qanaqa tasdiqlarga qarab, yana bayga ishlasangiz bo'ladi, bemalol. Hop. Bu sizlarga savdo qilishda bitta ana uslublarida bu. Ko'pchilik mana shu vaziyatda уже yurib ketgan trend liniyadan ishlatish boshlaydi, keyin xato qilib qo'yadi. Xato o'zida bo'ladi muammosi. Atak yurib ketgan nimani ishlatib qo'yadi. Mana bitta mana zonaga kiryapti. Mana tepasida hech qanaqa tasdiq yo'q. Mana bu molut emas. Bu ham molut emas. Bular hammasi doji. Kiryapti, kirgandan keyin mana bitta sell engulfing yasyapti. Mana ko'rdinglar, bu sellga degani. Bam sell engulfing, yana bitta sell engulfing, bitta molut bayga beryapti. Mana shu shamchadan, keyingi shamchadan sizlar bayga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Stopni molutni ozgina tezroq yoki mana atroflarga qo'ysanglar ham bo'ladi. Va mana bu ideyamiz ham juda chiroyli o'xshab beryapti. Birga 4 soat tashinga bergan bu narsa, bundoq qilsam birga 4 bo'ladi. Hop, endi keyingi masala yana bir ikkita primer ko'rsataman sizlarga aynan bu narsa bo'yicha. Misol, tak. Hali ham o'sha 1 soatlik time frame damiz. Hop, mana bu yerda bo'lishi mumkin, qaranglar. Mana bu low va mana bu lowlar. Mana birlashtiraman, ko'rildi. Mana bir marta ikkita lowga birlashtirdim. 3-safar kirayotgan payt mana shu atroflardan yana bayga qiziqib ko'raman, dalshi tepaga qarab. Uje mana 3-safar 1, 2, 3 marta uje reaksiya olgan bu narsa. Hop, 4, 5 marta reaksiya oladimi desanglar, reaksiya olishi mumkin, faqat ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni reaksiya olishi mana bunga o'xshab fake reaksiya bo'lishi mumkin. Mana shunday ehtiyot bo'lamiz. Bu yerda mana maribozu bo'lgani uchun trend liniyani juda chiroyli buzib o'tib ketgan. Xo'p, dalshi, misol mana bitta tepadan sellga qiziqib ko'ramiz endi. Qaranglar. Bitta hay, ikkita hay. Mana shu ikkita hayni birlashtiraman va bizda trend chizig'i paydo bo'ladi. Xo'p, endi men bunga mana bunaqa vrashashni прямоугольник qo'yaman, чтобы zona bo'lishi uchun. Buni tushundinglar nimaga bunaqa qilishimni. И bizda keyingi nimamizni qaranglar mana. 1, 2, всё, 2 martada chizishimiz kerak va 3, 4, 5 martada savdo qilishimiz kerak. Bu yerda sizlar 1-2 dan oshib olib chiqib ketasizlar bemalol. Mana men sizlarga aytaman, 1-2 dan oshib bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hozir xohlasanglar, bu yerda men sizlarga hozir tasdiq ham topib beraman. Mana misol. Mana 1-2 dan tortdik, 3 bu. Xo'p, 4 bu. Hop, 5-kasanga mana bu hisoblanadi. Ichki time frame ga o'tamiz, M15 ga o'tamiz. Agar unda bu narsa ko'rmasa, men yanada kichkina time frame ga o'taman. M15 time frame da tak. Men bu yerda buni molotib olsak bo'ladi-yu, ozgina xunukroq. Men 5 ga o'tar ekanman bu yerda. Tak, 5 minutlik time frame da mana qaranglar bolalar. Hop, bu yerda men bu molut bo'ladi albatta. Bundan ham savdo qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda engulfing bor. Bundan ham kirsanglar bo'ladi. Mana bu yerda juda chiroyli engulfing bor. Mana shu yerdan kirsanglar bo'ladi. Bu yonida bitta molut bilan. Stop loss engulfing tepasida bo'ladi. Bilasizlar, engulfing yaxshi patron hisoblanadi. Qolgan mana bu yerdan sell kirgan bo'lsanglar, ularni уже ana tepasiga qo'yib qo'yasizlar. To'g'ri, zona tepasiga qo'yasizlar. Mana misol engulfing tepasiga stop qo'yib ishlaganlar, mana shu o'zida 19 error beryapti. Kelinglar biz engulfing tepasiga fantastik qilmaymiz-da, примерно zonamizni tepasiga qo'yamiz va bu kirishimizdan o'zi, bu savdo kirishimizdan o'zi sizlarga 16, почти 17 soatnashanga beryapti mana. Juda chiroyli soatnashang. Keyinchalik bu yerga o'tamiz mana. Yana zonaga kelishini kutamiz. Zonaga kelgandan keyin qaranglar. Molt yasayotgan uzun soyali molt. Keyingisidan kiramiz. Keyin shamchidan sell kiramiz yana bu yerdan. Stop loss zona tepasida bo'ladi. Take esa dalshi pastga qarab mana. Mana bu birinchi take bu. 1-2 birinchi take bo'ladi. Mana birinchi take olgan bu va dalshi bo'lishi, ya'ni dalshi tortamiz bu narsani, birga 9 soatnashanga yurib beryapti bu ham. Даже undan ham ko'proq, birga 10, birga 15 soatnashanga bor. Keyinchalik yana kiryapti. Qaranglar. Kirgandan keyin mana bu yerda hech qanaqa tasdiq yo'q. Tasdiq yo'q. Nima qilamiz bu vaziyatda? Всё. Ozgina bitta katta time frame ga o'tib ko'raychiman. Hozir agar bu yerda ham haqiqatan tasdiq bo'lmasa, yana bitta dona kichkina time frame ga o'ta olaman. Ya'ni 1 minutlik уже перебор. Bu mavzu uchun 1 minutlik juda перебор. Xo'p. 5 minutlik ishtima yo'q ekan. 3 ga o'tamiz. Bo'ldi. 3 dan pastga tushmaymiz. Chunki biz 1 soatlikda analiz qila olamiz. O'shuning uchun 3 dan pastga tushmaymiz. 3 biz uchun окончательный bo'ladi. Time frame bo'ladi. Xo'p, 3 ga o'tdik. 3 ga o'tgandan keyin mana zonamiz kirgan, yo'q tasdiq. Mana bizda engulfing bor. Bu yerda o'zi shundoq valyutniy parada bo'lgani uchun keyingi shamchadan savdo qilsangiz, stop engulfing tepasiga qo'ysangiz, stop bilan tugaydi. Lekin siz fantastik qilmasdan zona tepasiga qo'ysangiz, bu yerda stop yeyishi qiyin. Mabodo agar siz stop loss yeb qo'ygan bo'lsangiz, всё, bu vaziyatda siz ulgurmadingizmi? Yo'q, ulgurdingiz mana. Tasavvur qiling, mana bu yerga stop qo'ydingiz.
Bu yerda mana stop loss bilan tugadi taqdiringiz va keyinchalik tasdiq kutyapsiz. Mana tasdig'i yo'q, tasdig'i yo'q, tasdig'i yo'q, tasdig'i yo'q. Yo'q, bu yerda ham hech qanaqa tasdiq. Mana bu yerda juda chiroyli sell mode bor. Shu yerdan siz sellga qiziqsangiz bo'ladi. Stop loss mode tepasida yoki zonamizni yana tepaga qo'yamiz. Bu vaziyatda birga 4 soatnashini beryapti. Mabodo bu yerdan ulgurmagan bo'lsangiz, hali ham bu zona hisoblanadi. Mana bu yerda yana bitta sell mode bor. Mana, примерно mana bunaqa ishlaysiz mana. Bu yerdan ham ulgurmagan bo'lsangiz, mana sizga sell mode bor. Ya'ni 3 ta tasdiq beryapti sell ketishi uchun. Ya'ni maksimal tasdiq bor sizlarga savdo qilib ishlashingiz uchun. Xo'p, keyinchalik yana narx kiryapti. Mana bu yerda engulfing bor, ko'rishingiz mumkin. Zona ichida juda chiroyli engulfing bo'ladi. Keyin chamchidan sell kirasiz, stopni ham highga qo'yasizlar va take profit полностью lowgacha. Ya'ni to'g'ri soatnashini bu mavzumizdan o'zi sizlarga beryapti. Tushuntira oldimmi sizlarga? Xo'p, bu mavzu bo'yicha vроде sizlarda savol qolmadi. Haqiqatan ham detalli tushuntirib beraman bu narsani. Haqiqatan aqliy uslubini ishlatyapmiz hozir sizlar bilan. Просто savdo qilib ko'rsanglar o'zingizlar tushunasizlar, nimani o'rganganinglarni, nimani o'rganayotganinglarni. Xo'p, keyingi masala qanaqa qilib bizni trend liniyani buzib o'tib ketsa, ya'ni stop olsak nima bo'ladi? Misol, tasavvur qiling, narx ko'tarilyapti, tushdi, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi. Va biz mana bu ikkita low birlashtiramiz, shu trend liniya bo'lishi uchun va qachondir narx kelgandan keyin shu yerdan biz sell ishlashimiz kerak. Mabodo agar trend liniyani buzib o'tsa-chi? Mana bu yerdan buy kiryapmiz, sell ishlash uchun deman, buy ishlash uchun. Mana bu yerdan biz buyga qanaqa tasdiqlar topib buy ishladik va bozor stop loss bilan tugadi. Ya'ni ozgincha buy yurdi va bam stop bilan tugadi. Nima qilishimiz kerak? Xo'p, bu vaziyatda mana buzdimi все, trend liniya уже sellga o'zgargan bo'ladi. Biz trend liniyani откатiga, mana bu yerga teyishiga shu yerdan yana sellga ishlasak bo'ladi. Как уровеньga o'xshab. Уровень ham esiladi. Mana bunaqa уровень bo'lsa, narx mana bu yerdan buy yurgan bo'lsa, bitta pasti buzsa nima qilardik? Albatta, ya'ni bitta pasti buzsa biz sellga tepalardan sellga qiziqib qo'yardik. Xuddi shunaqa logikaga o'ynaydi. Chunki masalaga boy tushuntirdim. Bu zona, bu ham уровень bilan bir xil narsa, bu уровеньdan farqi yo'q deb tushuntirdim. Xuddi shunaqa logikaga ega. Misol mana bu yerda e'tibor beramiz. Mana bu yerda trend liniyani tana bilan buzdi. Kuchli katta marivozni tana bilan buzdi. Keyinchalik kiryapti narx. Mana bu yerdan juda chiroyli reaksiya. Buni tasdig'i qanaqa bo'ladi desangiz, M15 ga o'tamiz birinchi. Shu bitta kichkina time frame ga tushib olamiz. Hop, M15 ga o'tgandan keyin bolalar mana qaranglar. Juda chiroyli engulfing bor. Qorani yashilga to'rgan, keyin shamchidan kiramiz. Stop loss esa engulfing tagida bo'ladi. Take 1.2 dan boshlanadi takeimiz. Shu bilan boshlab поехали. Bu vaziyatda 5.5 soatnashini beryapti. Meni fikrim bo'yicha ideal soatnashini. Hop. Tak, keyinchalik bu zonamizga o'zi kirmayapti bozor. Momentlarga kelgan paytimizda qanaqadir tasdiqlar bilan ishlasak bo'ladi. Misol mana keyinchalik zonamizga tegyapti-yu, mana tegyapti va teggandan keyin qaranglar. Teggan payti biz mana bu yerda tasdiq ko'rmayapmiz, to'g'rimi? Nima qilamiz? Ichki time frame ga o'tamiz. M5 ga o'tamiz. M5 ga o'tdim. Hop, M5 dan men nimani ko'rishim mumkin bu yerda? Mana juda chiroyli engulfing. Men shu yerdan buyga qiziqaman. Stop loss engulfing tagida. Take profit 1.2 soatnashini boshlandi. Buni o'zi sizlarga 1.5 soatnashini yurib beryapti. Buni ko'rdinglar? Даже ishlamagan paytda ham yaxshi ishlatyapmiz. Nimaga? Chunki biz aql bilan, tasdiq bilan ishlaymiz. Endi boshqa trader bu yerda nima qilardi? Mana boshqa ahmoq trader bu yerda nima qiladi? Mana trend liniyani dalish tortadi va trend liniyani dalish tortgan payti mana bu yerdan buy kiradi va stopini trend liniyani tagiga qo'yadi. Mana bu yerda stop bilan tugaydi buni taqdiri. Tushunyapsizlarmi? Lekin buni asosiy fakti, to что bunaqa savdo qilsanglar ham ichki time frame ishlab olsanglar ham bo'ladi. Bu sizlarga life hack, bundan foydalaninglar. Haqiqatan yaxshi narsa bu mavzu. Keyingi masala, mana bu yerga tortamiz, qaranglar. Mana bitta low, mana ikkita low. Men mana shu ikkita low bilan birlashtiraman va bu yerdan trend chizig'ini tortaman. Mana. Va bizni mana bu yerdan trend chizig'i tortib, zonasini ham belgilab qo'yamiz. Mana, zonasini belgiladik. Xo'p, bitta ikkita tortdik. Uchinchi safar kiryapti mana bu yerda, qaranglar. Uchinchi safar kiryaptganda biz tasdiq topib ishlashimiz kerak. Mana bizga mold, juda chiroyli mold bor. Keyingi shamchidan biz buy ishlashimiz kerak. Stop loss esa low tagida bo'ladi. Mold tegiroqda. Hop, take profit 1.2 dan boshlanadi. Bu vaziyatda bu 1 ga 3.5 yurib berib razvrot oldi. Zato aql bilan savdo qilganimiz uchun bu yerda biz foydamizni olib chiqib ketamiz. Keyinchalik trend liniyamizni buzgandan keyin keyinchalik qaytib kiryapti. Qaytib kirgandan keyin mana bu yerda biz sell ishlasak bo'ladi. Qanaqa qilib biz sell ishlaymiz? Ichki time frame ga o'tamiz. M15 ga o'taman. Hop, M15 time frame'ida mana sizlarga juda chiroyli mold bor. Men keyingi shamchalardan savdo qilaman. Stop loss mold teparoqda bo'ladi va take profit esa 1.2 dan boshlanib dalishi. Shu, buni qaranglar qanaqa o'qib beryapti. Juda chiroyli, ideal o'qib beryapti. Ko'rasizlarmi? Agar biz dakonsa tortsak buni bitta mana shu mavzu orqali sizlar 21 soatnashini olib chiqib ketasizlar. Bu degani 21 ta zararinglarni bitta foydalar bilan qoplab chiqib ketasizlar degani. Haqiqatan chiroyli mavzu, faqat buni ishlatishda noto'g'ri ishlatib qo'yishinglar mumkin. Shu sababdan masalaga har xil situatsiyalar, har xil vaziyatlarni sekin-sekin tushuntirib beraman. Mana.
Вроде bu mavzu hech qanaqa qanaqadir vahimali termin emas. Xudo xolasa men keyingi dars sizlarga уровень va trend liniyani praktikavayt qilishni o'rgataman. Qanaqa qilib praktika qilishni. Shu sababdan o'sha simulyatorga o'tib biz birga sizlar bilan birga praktika qilamiz. Xudo xolasa keyingi dars. Hozirgi dars sizlar bilan mana shu уровеньni biz ko'rib chiqqan edik. Tak. Boshqa aynan hozirgi vaziyatga keladigan bo'lsak, misol mana bu ikkita qayni birlashtiramiz va bozor mana уровеньimizni buzgan va katta ehtimol bilan bayga harakat bo'lishi mumkin ekan bu Euro USD parasida, ya'ni GBP USD parasida. Bemalol misol уровень bilan ham bu yerda ham ishlab ketsak bo'ladi. Xo'p, ishlatish uchun vahimali narsa emas. Savdo qilinglar, sinab ko'ringlar bu narsani. Eng asosiysi tasdiq bilan, eng asosiysi ma'lumot beradigan shamchalarni esingizdan chiqarmanglar. Ya'ni esingizda Maribozo, Harami o'shalarni esingizdan chiqarmanglar. Doji. Shu sababdan bu mavzu haqiqatan chiroyli mavzu, haqiqatan seryoz mavzu. Asosiysi qanaqa ishlatish. Ishlatishda agar to'g'ri ishlatsanglar, bu mavzu bo'yicha sizlar zararga kirishingiz juda qiyin bo'ladi. Xo'p, demak, men sizlarni unaqa ko'p vaqtingizni olmayman. Praktikani davom etinglar. Omad sizlarga, xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishamiz. Charchamanglar. Takoy qisqagina mavzu bo'ldi, lekin agar ichini ko'rsanglar, buni mag'zini chaqsanglar, haqiqatan juda chiroyli narsalar tushuntirdim. Qisqagina mavzuda asosiy vaqtinglarni praktikaga sarflang. Ya'ni to'g'ri 5 soatlab grafikda kuniga bozorda praktika qilib buni chizib, mana qaranglar. Mana hozir GBP USD parasini o'zida bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta dona уровень chizdim. Mana shu yerda o'zida. Va savdoga qiziqqanim bitta, ikkita bo'ldi. Mana bu yerdan sellga 3 ta. Hop, mana bu yerdan sellga 4, mana bu yerdan 5, hop, mana bu yerdan 6, mana bu yerdan tak, mana bu yerdan 7, hop, ichki time framedan 8, mana bu yerdan tak 8 da. Shu, mana 8 ta savdoni men ko'rsatib berdim, nima tasdiq orqali kirilganini. Sizlar men buni qila olaman, nimaga? Chunki men bu narsani vaqtida yaxshigina praktika qilganman, yaxshigina o'zim ustimda ishlaganman bu bo'yicha. Sizlar bunaqa qila olmaysizlar, nimaga? O'sha gap, ya'ni vaqtida ishlamagansizlar. Vaqti hozir. Shu sababdan hozir ishlab olishingiz kerak. Ishlash, praktika qilish qanaqa bo'ladi? Sizlar grafik ochasizlar, tarixini полностью grafikka chap tarafga surasizlar. O'sha maksimal grafiklar qayerda ochilsa, o'shgacha surasizlar deb, mashdan boshlab polni trendlarni chizib chiqasizlar. Nimadan ketgan, nima sababdan ketgan, qanaqa tasdiq bo'lgan, hammasini ko'rib chiqishinglarni maslahat beraman. Va bitta parani tugatdinglar, полностью mashda trend liniyalar chizildi, zonalar hammasi chizildi. Sekin bunday qilasizlar, ikkinchi paraga o'tasizlar. Ikkinchi parada ham xuddi shunaqa logika. Ikkinchi parada ham dakanza tortasizlar. Dakanza tortgandan keyin siz bu yerda hamma trend liniyalarni belgilab keldingiz, tugatdingiz. Keyingi paraga o'tasiz. Общий hisobda 5 ta para qilsanglar, где-то bir 2 kun vaqtingiz ketsa kerak. Men bo'lib to'g'rimi? Misol kuniga 3-4 soat o'tirsanglar, 5 ta parani sizlar 2 kunda bitirib qo'yasizlar. Qiyin emas, sinab ko'rish kerak, o'zingizning stilida ishlashingiz kerak. Грубо говоря, ruslarda shunaqa maqol bor, eshitgan bo'lsanglar, бесплатный сыр только в мышеловке degan gap bor. Albatta buni o'ziga yarasha mehnati bor. Hech qachon hamma narsa ham oson ko'rinavermaydi. Hamma narsa ham bunaqa tekin va oson bo'lmaydi. O'shaning uchun ham o'zingizning stilida ishlanglar va praktikani yorib boringlar. Praktikani prям maksimal o'zingizning stilida ishlab, praktikani yorib borsanglar, albatta bu orqali natija ko'rsanglar bo'ladi. Men vaqtingizni olmayman. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.